Assalomu alaykum. Bugun O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish, faoliyatda shaffoflik va ochiqlikni ta'minlash yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi kunda agentlikda korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan 15 ta ichki idoraviy hujjat va tartib-qoidalar, jumladan korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati, odob-axloq qoidalari, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizom va boshqa shu kabi hujjatlar qabul qilingan. Xususan agentlikning markaziy apparati va tizim tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi talablar va tartib-taomillarning bajarilishi yuzasidan 6 ta monitoring nazorat tadbiri hamda 5 ta xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Natijalarga ko'ra 2 ta xizmat tekshiruvi hujjatlari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi. Qolgan holatlar bo'yicha xodimlarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish to'g'risidagi nizom asosida agentlik tizimida faoliyat olib borayotgan 4300 nafardan ortiq xodim tomonidan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi deklaratsiyalar to'ldirildi. Deklaratsiyalar tahlili natijalariga ko'ra 60 ta ehtimoliy, 4 ta mavjud manfaatlar to'qnashuvi holatlari aniqlandi va ular bartaraf etildi. Korrupsiyaviy holatlarning sodir etilishi yuzasidan xabar berish uchun alohida aloqa kanallari tashkil etilgan bo'lib, ularning 24/7 rejimida ishlashi ta'minlandi. Korrupsiyaga qarshi bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida 65 ta maxsus o'quv treninglar hamda 45 ta profilaktika tadbirlari amalga oshirildi. 670 nafar xodim hamda aholi va tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirokida anonim so'rovnomalar o'tkazilib, tizimdagi korrupsiyaviy xavf-xatarlar tahlil qilindi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligiga yangi ishga qabul qilingan xodimlar va korrupsiyaviy xavf-xatar yuqori bo'lgan lavozimlarda faoliyat yuritayotgan 145 nafar xodim korrupsiyaga qarshi virtual akademiyaning edu.proakademy.uz ta'lim platformasi orqali o'qitildi va sertifikatlarga ega bo'ldi. Nomzodlarni ishga qabul qilish O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi bilan kelishilgan tartib asosida Argus tizimi orqali amalga oshirilishi, tanlov jarayoni esa internet tarmog'i orqali onlayn namoyish qilinishi yo'lga qo'yildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tavsiyalari va korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi xalqaro standarti talablariga muvofiq xodimlar bilan tuziladigan mehnat shartnomalariga korrupsiyaga qarshi kurashishga oid talab va bandlar kiritildi. Fitosanitariya sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatishda raqamlashtirishning ulushi ortib, inson omilini kamaytirish orqali korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga erishilmoqda. Agentlik tizimida hozirgi kunda 14 turdagi davlat xizmati raqamlashtirildi. Shuningdek, Fito elektron platformasi agroko'makchi mobil ilovalari yaratilgan bo'lib, o'simliklar karantini va himoyasi sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatish ushbu tizimlar orqali ham inson omilisiz amalga oshirib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun tashakkur.